Assalomu alaykum akalar. Привозной. Yapon shamu deganni. Durust ko'ryapsizlarmi? Rosa to'lovda. Xo'roz faqat bolaga. Unaqa 2-3 yutug'i bor deb aldab sotilmaydi. Привозной Koreyadan kelgan. Yapon shamu zoti. Onasi yapon, otasi shamu bo'lgan. O'zi kelmagani, ota-onasi kelgan. Buni chiqarilgan. Mix qilib chiqarsa bolani katta beradi o'zidan ko'ra. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Zot toza narsa. U pixini ham qopqog'ini olib qo'yilgan. Yaqindan ko'zlari chaqnab turgan yaxshi narsa. Narxini kelishamiz. Lichkaga o'taverasizlar. Makyonlar sotilmas ekan. Kuldi ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar, akalar. Kilasi hozir bir 4 kilo atrofida bo'lsa kerak. 4 kilo 200, 4 kilo 300 bo'ladi-da, katta narsa emas.